Atrofimizda qanday usul va yo'l bilan bo'lsa ham pul topish ilinjida yurgan ayrim kimsalar borki, o'z qilmishlarini oqibatini anglashmaydi. Barchasi xamirdan qil sug'urgandek bo'lishiga ishonishadi. Beshariqda ham uyushgan jinoiy guruh shunday bo'ladi deb o'ylagan ko'rinadi. Ichki ishlar organlari xodimlari jinoyatni issiq izidan fosh qilishdi. Talonchilik jinoyatini sodir qilishda gumonlangan shaxslar qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, joriy yilning 2-aprel kuni yarim tunda Beshariq tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchalaridan biriga 2 nafar noma'lum shaxslar yuziga niqob taqqan holda kelishib, shoxobcha ishchisini qo'rqitishib, ichida 130 million so'm pullari bo'lgan seyfni u yerdan olib chiqib, noma'lum tomonga yashirinishgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 166-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatni sodir qilishda gumonlangan Farg'ona shahrida yashovchi 3 nafar uyushgan jinoiy guruh a'zolari 2000-yilda tug'ilgan Mo'ydinov Maqsad Murodjon o'g'li, 2001-yilda tug'ilgan Xolbekov Asadbek Asilbek o'g'li hamda 1999-yilda tug'ilgan Otabekov Asilbek Dilshodbek o'g'li qo'lga olindi hamda ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agarda siz ham yuqoridagi shaxslardan jabrlangan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Jinoyatga javobgarlik muqarrar bo'ladi. Ichki ishlar organlari xodimlarining maqsadi xalqimiz tinchligi va huquqiy manfaatlarini himoya qilishdan iborat. Ogoh bo'ling.